Assalomu alaykum. Bugungi tomdagi kabellarimiz bergi taraflar shu isdan chiqib qolibdi. Ikkinchi qishda hammasi. Tepadan o'sha sesman tagidan ikkinchi qish aylanib o'tgan. Buyoqgacha, shu burchakgacha. Bu tarafi shunday kelyapti. 1 metr bu yoqqa chiqib turib, mana 1 metr chiqib pastga qarab tushyapti. Pastki firmamizdan mana shunday firmadan unak tag'ish tepada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 unakning ustida 13-qatorda buzib tashab o'sha yaqinlar. 14-qatorda yo'q. 14 bilan unakning orasida. Meyladan xuddi shunday turbalar mana shu holatda chiqib kelgan. Qiyshayib chiqqan hammasi. Konditsionerdagi. Bu yoqlar ham bu yoqlar mana hozir mana meydan ko'rinadigan bo'lsa 1 2 3 4 5 6 ni tagida 7-qishda o'yilgan ekan mana liniyadan. Agam xuddi shunday. Pastdan o'nakka, tepadan 7. Bu ham 6 ta. Tepasida 6 ta, 7 ni o'yib qilingan ekan. Mana shunday kabel ketgan. Mana shu burchakka bo'lgan. Mana hozir shunday kelyapti, ikkinchi qatorda kelib turib pastga qarab tushdi mana. Pastga tushib turib 70 sm pastga ketyapti. Mana mashina ketyapti. Endi ketdi. Hammasi o'rni bilinib turibdi. Mana shu holatda oqarib. Mana beydan chiqqan. Bu nimasi podvoldan chiqqan. Mana konditsionerdagi. Bu ikkalasi ham podvoldan chiqqan. Pastdan. Kabel yana dalish ketyapti mana. Kabel ko'rinib turibdi mana. Shuni qo'yib ketgan. Mana ham mana bunday qiyshayib turib chiqqan ya. Bu yoqda kabel yo'q. Ikkinchi qator qishda kelgan. Mana kelib turib onlarga chiqqan svitlarga